Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu qushlarni bollari indan chiqdi mana. Bittasi bu, bittasi mana yuribdi. Maladoy olaman deyotgan odamlarga kelishtirib beramiz. Bundan oldingi 4 tasini olib ketishdi. Hozir ikkita kechroq chiqdi, ikkitasi mana. Boshini bo'yab qo'yganmiz hali ajratib olishga oson bo'lish uchun. Mana ikkinchimiz boshi ko'k, o'ziniki emas, zilyonga tegizganmiz hali. Nima bo'lib qolsinga. Ajratib olish oson bo'lishiga. Buni ham boshini zilyonga tegizganmiz. Tabiiy holatda mana bu holatda bo'ladi mana.